O'zini narxidan 25 million so'm tushdi. Aziz obunachilar, tezda shoshilamiz. Hozirdan bitta like tugmachasini bosib qo'yamiz. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar sohil Beshkadapada bo'lib turibdi. Ko'rib turganingizdek 5 qavatli g'ishtli uylarning 4-qavatida umumiy maydon 40 kvadrat bo'lgan 2 xonalik tayyor uyimiz sotuvda. Tezda shoshilamiz. Bu esa tashqi eshik ko'rib tursiz. Hozir podyezddan chiqib keldik. Uyda to'liq video obzorini ko'rsatib o'tamiz aziz obunachilar. Like bosish doim esingizda chiqyapti. Bitta like bosib qo'ying. Narxi o'zi avvalgi narxi 310 million so'm chiqarganmiz bir hafta oldin. Hozir dastroshniy egalariga pul kerakligi uchun aziz obunachilar 285 million so'mga tushdi. Ya'ni 25 million so'm narxi tushdi. 285 milliondan ham naqd pulga oladigan bo'lsa 1-2 million so'm kam bor. Tezda shoshilamiz. Bunaqa sharoitda, bunaqa joyda naqd pulga bunday uylar har doim chiqavermaydi aziz obunachilar. Ko'rib turganingizdek biz koridordan kelishimiz bilan o'ng qo'limizda mehmonxonasi joylashgan. Aytgancha bu uylarimiz Troitskiy variant, chap qo'limizda esa spalna xonasi, ya'ni ichmish xona hisoblanadi. Uy 2022-yil topshirilishiga qaramay juda yaxshi holatda saqlangan. Aboyning bitta joyida qirilgan, chizilgan joyi yo'q. Eshiklar juda yaxshi holatda saqlangan. Yangi uy qanday bo'lsa, xuddi shunday holatda turibdi. Kelib ko'radigan odam uchun ham ko'rsangiz ham o'zingiz bilasiz kelsangiz. Plus taraflari masjid bir qadam, maktab bir qadam. Sohilda ko'p uylarda bilasizki, kat yo'l, ya'ni issiqlik tizimi qish yaqinlashyapti. Yo'q, bu uyimizda esa o'zi uchun alohida kat yo'l bor. Hozir ko'rsatib o'tib ketamiz. Ishlatib bemalol ko'rsatadi, hech qanday muammosi yo'q. To'g'rimiz o'sha ko'rib turganingizdek, o'sha kat yo'lni aytib o'tdik, gapimizni isbot sifatida ko'rsatib ketdik. Tezda shoshilamiz aziz obunachilar. Hujjatda muammo yo'q. Shunday nomimizga sirazi notarius qilib beramiz. Aslo muammosi yo'q. Shu ko'chaga kunduz oladigan bo'lsa 1-2 million so'm yanada xayriga sunnatiga tushib beriladi. Faqat naqdga sotiladi aziz obunachilar, ikkilamchi barter variant yo'q. Shunaqa uy so'ragan do'stlaringizni tashlab qo'ying aziz obunachilar. Ko'pchiligimiz sohilda gaz, suv, svet, kanalizatsiya umuman yo'q deydi. Ko'pchilik aytadi. Sohilda yashaydiganlar o'zi yozib ketadi kommentariyaga. Hozir gapimiz isbot sifatida suvni ko'rsatib ketamiz. Ko'pchiligimiz suv chiqmaydi deydi, 4-etaj deydi. Pastga 500 litrlik bachaklar qo'yilgan, nasos qo'yilgan. Aslan muammo yo'q. Ko'rib turganingizdek, oxirgacha kafillangan. Ikkalasi birgalikda hujjatxonalar do'sh, lekin uni hozir suvni naporini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana ko'rib turganingizdek, suvni napori o'zingiz baho berib qo'yasiz. Demak, narxini aytib o'tdik, 285 million so'm dedik. Tezda shoshilamiz, tanishlarga tashlab qo'yamiz. Bog'lanish nomer 99 kodi bilan 716 53 78.